Ushbu loyiha Agrobank Buxoro filiali hamkorligida Buxoro viloyati Buxoro tumani Rabotpoyon MFI 57 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi 330 metr, bo'yi 300 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orish, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihada 8 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektar 25 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor YTT Choriy va Nigina biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilmoqda. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirish boriladi.